Assalomu alaykum. Mana o'tgan videodagi kichkina jo'jalarim. Xo'rozlarni sekin-sekin video qilib olaveraman. Xo'rozlar ko'p hali. 2 hafta oldinga chiqqan guruh yetilab yurgan jo'jalardan. Mana bu ikkinchi jo'ja. Kul jo'ja bu. Oyoqlari ham toza, ko'zlari ham ko'rinib turganda toza. Video oxirida o'tgan safar ko'rsatgan katta jo'jamni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Uchinchi jo'ja. Rosa toza jo'ja. Oldilaridan ko'zlari ham toza, oyoqlarini ham yig'ishtirib turar. Bu ham kichkinalardan. Boshqa jo'jalarga ham o'tamiz. Mana bu kattalardan. Bu ham o'ta toza. Bu ham oyog'ini yig'ishtirib turadi. Ko'zlari ham toza bo'lardi, hammasi. Oldilardan. Semiz. Yaxshi jo'jlar, baquv yaxshi bo'lardi. Mana katta jo'jam, boshda aytgan katta jo'jamni olaman dedim. Video oxirida. Ularda hammasi toza. Chunki buni otasi Shram o'g'li. Ular Shramning nevaralari. Shram xo'rozda. Turushlari ham o'ta chiroyli. Video yoqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yasizlar.